Bu Lo'ra xonimi bizda bir Oldu g'arazli. geldi. Bizi qayerga borsa bizga qarshi padarka uradi. Ha geldi. Mana shumi Lo'ra xonim? Ova. Assalomu alaykum. Oğlum bir chiroyli qiz ekansiz-ku. Tuzimisiz Lo'ra xonim? Yaxshi, rahmat. Ne Yeliz. bo'ldi? Bola aka? Yeliz necha Lo'ra xon? Yeliz. 95. Ha, teng ekanmiz. Men ham 95. Bir elin gözünce Allah bir altı şimdi geçirim sırap koyun dediler çakırdım bu kadar. Men kecha kuni kechirim so'raganman. Men Qodir video qilib qo'ygan. Özü turadi, özü oturaptı, özü jivoy oturaptı. Lo'raxon, chiroyli qiz ekansiz, jannatim. Rahmat. Mana Aqbalaga iltimos qaytib padarka urmang, singlim. Bolaga? Mayli mayli. Mayli mayli makul. Ha. Ma'qul deb qo'y. Ova deb koyduk. Ova. Mayli, siz chiroyli ayol ekansiz. Yuzingizda, mana yosh kattalar oldiga yallashmay tur. Basadan nari qolib turing, xuni chol. Men qarang, Lo'raxon, chiroyli ayol ekansiz. Men sizni hurmat qildim. Agar suygan bo'lsam, Alloh uchun kechirib bersin, jannatim. Meni singlim bo'lasiz. Faqat mana cholni qo'llavermay, qayerga borsa qarshi urasizda bizga. Qayerga borsa Lo'ra xonim chiqib kelaveradi. Lo'ra xonim, Qodirga o'tsa Qodirga. Mo ko'tga o'tsa ba ham Qadirga meni o'sha kun chaqirdi-da, men efir ochib o'tirganman shundaylichi. Qayra chaqirgandan borganman efirni javob, potom borgan bo'ldim. ayol kishini padlisa qilgan erkak emas, siz bormang u. To'king, qanday? Ve Alloh tepada turibdi. Men o 7 yilning ichida bitta Rustam akamga padlisa qildim, bitta Qora Marvaridga qildim. 7 yil TikTok'da ichida. Men uyalaman, tem bo'lib siz ayol kishidan yordam ko'mak istab o'tirgan erkakda o'zi bir tushunmoq bo'ladi. Men o'shun deb chaqirdi, potom efirni javob borganman. Salom baringizlarga. Qandaysizlar? U Qodir uyalsin sizni yordamga chaqirib sizni ko'mayotgani, uyalsin u. O'lsin u. Erkak kishi bo'lmay o'lsin. O'zingiz kelib dila dusha yurakdan otganingiz boshqa. Sizni padlisa qilib, opajonim, jannatim, urib. Niyat. Aziz, to'g'ri tushundingiz. Qadir chaqirgan yo'q meni. Boshqa ellar chaqirgan. Qadir ejasi chaqirgan. Shular chaqirganda. Yo'q, qarang, mundayda Lo'raxon bizdan ozgina kichkina ekansiz. Manetda aziz yaxshimisan, Lo'r tog'a, jannatim tog'am och qoldi-yu, hozir Lo'ra opajonim, jannatim opam, do'stim, meni qimmatli vaqtim gaplashyapti, biror narsa mush-mushga urib beradi. Qodirni atay qandosh urug'lari sizni chaqiradi. Qandosh urug'lari bu. Qandosh urug'lari. Lo'ra xonimga yordam, Lo'ra xonimga uyalsin, ayol kishini padarkasini olib qayda qilgan. Bu Aqbala ham endi bu chaqirmasa kerak sizni bu. Mana Aqbala ham o'zingiz kelsangiz. Padlisa qilgan emasmi? Umuman padrisa qilmaganmisan shu qizga? Allah güve. Hech kimni padlisa qilgan emasmi? Shu g'ayr mendan. Niyat, Aqbala Bitta donator aytsin meni padlisa qilsin deb. Hozir yerdan dilep urib beraman. Analiz. Bo'lmasa bu Aqbalani qo'llavering. Padrisa qilmasa u hurmat yuzasidan kelib padarka ursangiz ham bo'laveradi. Chunki padrisa qilgan vidushi bo'lmaydi. Meni podpiskaga qo'shib qo'ying, Lo'ra xonim, men sizni padlisa qilib turaman, jannat. Vay be Aziz. Ama getirasizmi? Men sizlardan sal boshqacharoq erkakman-ku men, Aqbala. Yo, sen bezgatir kelgan erkaksan. Men sal haqiqiroq erkakman. Men siygan erkakni demaysinmi? Lekin Lo'raxon nima ish qilasiz? Singlim, nima ish qilasiz? Emne yumush desang, men uni aytgan yo'qman TikTokda taqir. Biznes qilaman. Yo'q. Qirg'izistonda yashaysizmi yo Yevropadami? Niyat, Bishkekda yashayman. Bishkekda yashab, yo Qirg'izistonda ham 42 ga qanday chiqib oldingiz? Qanday kim bu? Bishkekda desa bo'ladi, taqsa bo'ladi.
Malades, ey. Erkeklar, uyalilar, akalar. Ey, hijolat qilib yuboryapsizlar, ey, jannatim akalar, ey. Ayol kishi 42 ga turibdi, bizda hamma 16 da, ey. Hiç 17 ga 17 ga chiqinglar, ey, 17 ga 18 ga bittasi, ey. Farzandlardan bormi? Turmush qurganmisiz? Yo'q, turmush qaralikman. Umrimda go'zalligini mana shu yerda topaman deb hech ham o'ylamadim. Hojjetim. Sen bola chaqang bor va xotining bor. Uyalsan kichina. Sen nima o'lib ketishimiz kerakmi? Bola chaqasi bor odam. Biz ham yashashga haqimiz. Bo'ydoq qiz bilan yaqinda to'y bo'ladi inshaalloh kuzda. Sen o'ko'yizdan so'la yigiti bor. O'ko'yizdan jash. Bizdan suluv yigit ko't hisoblanadi, dalba yo'q. Erkak xunuk bo'lishi kerak. Ikkalamiz taq o'tmiz bu yerda. Yo'q, erkak kishi chiroyli bo'lish shart emas. Erkak kishi qomati, puli bo'lishi kerak. Chiroy ayollarga berilgan. Lora qarnma pulning keragi yo'q. Yo'q, baribir pulni keragi bo'lmasa ham bu agar bitta bechara bechara erkak olmaydi-ku, bunga ham o'ziga o'xshagan puldor erkak chiqadi-da. Isiriq tutatib yuradigan aymaydi-ku, bozorlarda isiriq tutatib yuradiganga. O'zini ko'radi. Aziz, нет, siz to'g'ri emas aytdingiz. Men yigitimning, например, aqchasi bari yo'qi qiziqtirgan yo'q meni. Ani iymonduligi, nimasi yoqib qo'ygan, misol, например, qanaqa nimasi yoqqan sizga? qanday emnisi jaqqan? Men aytdim-ku, aqchasi jaqqan yo'q menga. Menga просто emas. Yo'q, holati yoqqanmi, muomalasi yoqqanmi? Siz menga erkaklardan menga jaqqan ko'p anda. Ko'nglingiz yaxshi olganmi bu yigitingiz? Qanday misol? Ova. Ko'nglimni topgan. O'zi Lo'ra xonim hayotda Xudoyim ikkita toifaga buzib berdi. Bitta xunuk bilan chiroyli turmush quradi. Sarab solsangiz chiroyli bilan chiroyli turmush qursa, turmushi o'xshamaydi baribir. Bitta xunuk, bitta chiroyli. Bitta kambag'al, bitta gade. Shunday bo'ladi. Sizda pul bor, yigitingizda pul bo'lsa kerak, bilmadim. Shunday bo'ladi. Mana aqbala xotini bilan mashinani orqasida o'pishayotgan videolar chiqib ketib ko'rdingizmi? To'yga deb. Ko'rdim. O'shanda siz o'ylaysiz-ku, baxtlilik aqchada deb o'ylaysiz-ku. Baxtli bo'lish soliqdan boshqa hamma yoqda rulet qiladi. Hamma yoqda rulet qiladi. Soliqqa pul agar bitta joyingiz og'rib yo bitta narsa bo'lsa, soliqqa pul qiyin masala. Pul bilan endi to'g'rilansa bo'ladi, baribir qiyin. Lekin baxt, saodat hamma yoqda pul rulet qiladi. Pul. Tasavvur qiling, siz sevgilingiz bilan o'tiribsiz, bezdinlik hech qayerda ishlamaydi. Bitta tug'asiz. Ha, mayli, erimta deysiz. Ikkita tug'asiz. Hali ham yoningizda-da. Ish qilmasa u, harakat qilmasa, sizga abshiring narsalaringizni qilib bermasa, u nima kerak u erkakdi? U sevgi bilan, baxt bilan qorin to'ydirib bo'lmaydi. Pul-da bu dunyoda. Da, alishdik. Ishlash kerak demoqchiman. Farzandlaringizni ham o'zingiz qarasangiz, pamperslarni ham o'zingiz olib kelsangiz, u erkak sizga prosta xalqni oldida erkak erim bor degani xolosda u. Erim bor deysiz, tamom. Hali boshi ochiq, har xil yigitlar gapotmasligi uchun erim bor deysiz, tamom. Shuning uchun sizga dostoyniy erkak, dostoyniy bola uchrasin deb umid qilaman. Dostoyniy. Endi. Men bilaman dostoyniy. Meni internetimiz O'zbekistonda xafa. Siz meni podpiskaga qo'shmayapsiz, Lo'ra xonim. Xudo xolasa men sizni kim sizni mashta padlisa qiladi? Kim ko'proq padlisa qiladi sizni? Hech kim qilmaydi. Menda lichka javok, hech kim qilmaydi. No, efir ochsam yoki boshqa efirda o'tirsam, o'sha ketishadi. Do'stlar, Lo'ra xonim efir ochgan paytda men battle o'ynaganimda hamma Lo'ra xonimga o'tib, aziz yordam deb
Ой, Aziz. Убили, короче. Aziz bu qarindoshim ақшаға қызығы тұрған қыз емес. Еркек Mana men жайында. Ақша Mana қызық men емес бұл. qiziqaman aqchaga. Mana Sen de ağzı қызыға бересің, көз қызыға бересің. Бұларға ақша не интересно, уже ақшаны уже болды. Не интересно бұларға? voy men nima deyapman? Xudoyim kambag'al bilan bo'yni bitta qilibadi deyapman. Men kambag'al Nurafon bo'y. Mana men qiziqaman. Бай менен бай бола берсин, көз кембағал болып жүре берейлі. Men bo'ylikka da'vogarlikman. Men kambag'al bo'lib yashashni xohlamayman. Менен көтігізгі үйіңді қарай, бала чaqın naraqda 5 balang yeyip atar. Nuraxonim mana bu jannatda uylar ahvolini qarang, bu qarang. Bu qarang. Qurut yeb o'tiribdi 3 kundan beri qurut. Akalarim bari pin solgan yo'q. To'g'ri 3 dona qurut shimib yotibman. Yegani non yo'q. Qaynamga 2 dona tish qo'ydirganman kreditga. Pina urib yuboryapti, pina. Mende de ne bilet, un kalmadı, un, çay, eştige yok. Seni o'tirgan uyingda, voy, sen o'tirib u joyda unaqa gapingni gapirma. Bana men chiqdim, Bu esavdan kvartira bilen, kvartira, Abdumanap'tan uyi yok. Joning sog' bo'lsin, senim xafa bo'lmayman bizdan. Хорошо. Haydi, kalkma. Endi menga keling, bitta mana uni gazini beraylik, jannatim. Haydi, çok. Allah xudo rozi. Podarka jibersem Aqbalabayga so'ksin anan meni. Yok, yok. Sökmeyin. Sökmeyin. Men. Gel, jannatim. Ладно, esavda bo'lsin. Haydi, kam. Aziz aka, anday qizlarni so'kmay juringiz, Хорошо? Bu bitta she'r urib bering, mana. Bitta oyda oxirib qoldim. Qaynamdi. Nuraxon, jannatim, qaynamdi. Jannatim degan so'zni bilib oldim men. Jannatim degan когда вот qaza bo'ladi, o'sha odamda aytadi. Men tiriyman go. Yangi dam. Jannatim degani unaqa deyilmagan, ye. Jannatim. Jannatim degani yaxshi odam, yaxshi ko'ngilga yaxshi odamni jannatim deydi. Da. Ye, men bo'lmayman jannatim akalarim, hammasini jannatim akalarim deyman. Bilmayman men o'sha so'raganda so'rasam shunday aytdi. Menga yoqdingiz, suluv qiz ekansiz. Ko'z tegmasin, baxtingizni bersin. Iloyim yaxshi bolalar uchrasin hayotingizda. Yomon bolalar uchramasin. Shustri bolalar uchrasin, o'tir deganda o'tirgizadigan bolalar uchrasin. Rasmni bizga o'xshagan yerga uchrasin hayotda. Aqbalaga o'xshagan emas. Хорошо, rahmat. Men shuncha maqtadi birorta she'r berib bo'lamiz. Bo'pti, kam. Nuraxonim, Ha, rahmat. xo'p, biz iftor qiling. Bo'pti, kam. Блядь, пиздец өлүсүн жети, мен сен чоқа, мен сен подарканы сұрадап келдім. Мең менен қара жерге кескен. Меңді тоғ жеп өлтірсін, блядь. Сабаты білен мен атқа қылайын бұны жоқ. Күшті кәске сап, блядь. Кәңгір мені қарасам. Етті дуанамыз, дуана. Бұлар бізде, бұлар садаққа берушілер. Біз дуанамыз, несі жоқ. Менге сізге үй алмайым.